Assalomu alaykum. Biz mana Loviya ekin maydonidamiz. Ushbu loyiha 2024-yilda Xalq banki hamkorligida Samarqand viloyati Payariq tumani Xo'ja Ismoil mahallasining 1023Q sonli konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerda loviya ekilgan bo'lib, jami maydoni 10 gektar yerga ekilgan loviyalarimiz. Bu yerdagi loviyalarimiz bugungi kunda zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda loviyalar unib chiqqan hamda yetishgan. Ekinlarni yetishtirish kuni 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlanadi. Ushbu loyihada 10 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun 1 gektardan o'rtacha yerlar to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Chelak tomorqa xizmati maslahat cheklangan jamiyati biriktirilgan bo'lib, ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 4-16 tonna va jami 10 gektar yer maydonidan 46 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olgandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish rejalashtirilmoqda.